Keşan vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdığa Joroz, Washington'dan sözleyimiz. Bugün çizlağa 2024 yıl 4. ayının 3. günü vatandaşım. Ben bugün sizlerge boşrak avazı sözleymen geçirinler. Muşu 2. günü, 3. günü muşu aralıkta Amerika Qo'shma Shtatlarning prezidenti Joe Biden Jungo'nun reisi Xi Jinping bilan telefonda so'zlashdi. 100 necha minut. Yani 1,5 soatdan ortiq telefonda so'zlashdi. Har xil mazmunlar torbetlarga chiqildi. Texnik kishilar, obzorchilar buni tahlil qilib, ishmandag'i degan yerga kelishmadi. Hamma odam tuyuqsizlik his qildi. Biz hem, siz hem şundak tuyuqsizlik his qilamiz, vatandaş. Misafir 5. ayda, 5. ayının 20. günü de Tayvan'da vazife tapşırıp eliş murasimi ötküzülüdü. Bu şundak peyt hazır vaziyetini ciddileştirip atkan Jungo bilen daqamda öz duranı bulmasımı telefon arkalı sözleşip Amerika Qo'shma Shtatlarning prezidenti Joe Biden vaziyetni pastgo'yga tushirishni o'ylashdimi u qandaq. Uning ustiga dal mushu kun, mushu kechada Tayvanda dahshatlik dengiz toshqini yoki yer tevrashdak dengiz toshqinidek bir hodisa yuz berdi. Bu ajoyib bir ish. Buni necha atom bombasi 13 dedimi 14 atom bombasining kuchi bilan barobar dedi. Shundaq ahvol yuz berdi bir kechada. Ham prezident Joe Biden Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo'ning raisi Xi Jinping telefonda so'zlashmi xuddi shundaq tuyuqsizlik ichida yuz berdi. Biri jamiyatdagi hodisa, zo'r hodisa, biri tabiatdagi zo'r hodisa. Shunday o'xshashli bir kun ishida yuz berdi vatandaş. Biz bunun da asas mazmun to'g'risida to'xtalaylik. Mavzu mundaq deylik. Bu qatam Jungnanxay bir qadam g'alaba qildi. Mavzuli xabar 4. ayning 2. kuni Vanbet orbitida e'lon qilindi. 1. kunning kechasi 2. ayning kechasi hisobda Prezident Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden Jungo'ning raisi Xi Jinping'a telefon berib, telefonda so'zlashibdi vatandaş. Bu so'zlashishni hozir bu tadqiqotchi, yozuvchi kishi Prezident Joe Biden kechida telefon berdi. Rais Xi Jinping kunduzi telefon oldi. Bu Rais Xi Jinping'ning g'alabasi debdi. Endi Xitoycha odatni yaxshi bilasizlar. Şu odatga chiqarib o'taylik. Bunun mazmuni mundaq. Telefonda Xi Jinping mundaq dedi. Xi Jinping Tayvan meselesini tilga oldi. Jungo Amerika munosabatida o'tkili bo'lmaydigan qizil chiziqdir Tayvan meselesi dedi. Tayvan mustaqilligi kuşları, bölgünçülük faaliyetleri ve chet elning yo'l qo'yishi, qo'llashi ba'zi bularni o'z mayliga qo'yib etmasligimiz lozim, dedi Xi Jinping. Biz Amerika tarafdan Tayvan mustaqilligini qo'llamasligini ve buni amaliyotida aktiv amaliyalashtirishni umid qilamiz. Amerika'nın Jungo iqtisodiga, fan texnikasiga besim qilishi, zarba berishi uzilmay orqa-orqadan kelyapti. Jungo shirkatlari import qilish jadvallari bek uzun jadvallardir. Bu qandaqdir xatardan xoli bo'lish emas, balki xatarni paydo qilishdir. Agar Amerika o'z boshimchilik qilib Jungo'ning fan texnika taraqqiyotiga zarba beradigan, Jungo'ning normal taraqqiyot huquqini tortib oladigan, Jungo qo'l qo'yishtirib qarab turmaydi. Endi buningga javoban
Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden mundaq ko'rsatdi. Amerika so'q munosabatlar urushini qo'llashmaydi. Jungoning siyosiy tuzumini o'zgartirishni qo'llashmaydi. İttifaqdoshlar bilan munosabatlarni kuchaytirib, Jungoga qarshi turmaydi. Tayvan mustaqilligini qo'llamaydi. Jungo bilan to'qinish paydo qilmaydi. Amerika bir Jungo siyosatini yurgizadi. Jungoning taraqqiy qilishi dunyoga foydali. Amerika Jungoning taraqqiyotini cheklamaydi. Jungodan ayrilib ketishga urinmaydi. Moliya ministri Yelinning yaqinda Jungoni ziyorat qilishini o'rinlashtiramiz. Jungo bilan suhbatlashadi, aloqalashadi. Xato hukm qilishdan saqlanadi, hamkorlashadi. Ikki davlat munosabatining muqim taraqqiy qilishini ilgari surib, yarishari xarakterlik o'rtaq xislatlarga orta qarıştır. İki devlet rəhbərinin telefonda sözləşkən sözləri. Yəni başqa qismətlər və təyarlıqlar var vətəndaş. Məsələn, Prezident Joe Biden kişilik hüquq məsələsini meyğizğal dedi. O ikinci maqal tərtibdə sizə yetkizəmiz vətəndaşın bugünkü ciddisi mənim şu. Əndi bir yerdə bundan başqa dəlil muş beytdə Beycan'da bir iş yüz bədi vətəndaş. Nemi iş deyseniz 20. Qurultayda devlet vəziri bulup saylanğan Li Chang'ni to'xtatib qo'ydi. Yoki xizmatdan to'xtatib qo'ydi. Davlatning vaziri Li Chang'ni xizmatdan to'xtatib qo'ydi. Uning sababi nima ekan desangiz 20. Qurultayga bergan, o 20. Qurultay emas, Xalq vakillar qurultayi siyosiy kengash 3-oyda ochildi o. 3-oyning boshida. Shu dokladida deganki, iqtisodning taraqqiyoti to'g'riliq to'xtalib, iqtisoddagi savallik va kamchiliklarning hammasini Reis Xi Jinping paydo qildi degan yerga elib kelib to'xtatgan gap dokladda. Anda o doklad yana Jungo munqariz bo'lishi, parchalanishi, u bo'lish tahdidi deganda gaplarni eg'izga elib so'zlab, bu so'zlar orqali Reis Xi Jinpingga qarshi turgan emas. Shuning uchun vazirni elib o'tish kerak emas. Buning o'rniga tayinlagan kishi kim o desangiz, hozir davlat mahkamasining Jungoda kundalik ishlarini boshqarayotgan xalifang emas, aksiya partiya markaziy komiteti ishxonasining boshlig'i Deng Xuexiang deganni vazirlikka tayinlaydi ekan. Muşu iş mi bir günde yüz berdi, Tayvan'daki yer devreçlerini şavkunu muş günde yüz berdi. Prezident Joe Biden Amerika Qo'shma Shtatlari Reis Xi Jinping bilan dal muş günde sözleşti. Bir gün için yüz bir vatqa işler ya vatandaş. Biz muşunun qaraymiz, muş vaqt qaraymiz. Endi ikkinchi meselede, ikkinchi yolda nima deseniz, Muş hafta aldığımızda Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya Ministri Yelin Beycan'ı ziyaret kıldı. Başta dedik ki, yani ikkinchi bo'lib shundan keyin dilla Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Beycan'ı ziyaret kıldı. Bunda diplomatik faaliyetler ve o'rinlashtirishlar ve shunday ikki davlat boshliqlarining telefonda so'zlashishlar biz o'zimizdan tahlil qilib kelayotgan yo'limiz bo'yicha aytganda vatandaş nima deymiz? Zada Beycan tarafdan nima ish yuz berdi? Ya'ni Beycanning iqtisod masalasida nima ish yuz berdi? Yana qanday sabablar bor? Beycan hozir Amerikadan yordam talab qildimi? Qo'llashni va yaqin turishni talab qildimi? Chunki bu yerga eng og'ir ish Jungo ichki qalaymaqonchilikqa, ichki tavrashga, ichki davolg'ishga kirib qolmasin. Buningdan Jungo kompartiyasimi qo'rqadi, shundaqla Amerika Qo'shma Shtatlari ehtiyot qiladi. Vatandoshlar, tushundingizmi? Men shuni tushundiraman deb sizga avval olib yuraman. Endi siz mendan ortiqroq tushunishingiz mumkin. Vatandoshlar, meni kechiring. Endi bu bir kasbiy ishga munosabat so'zlab kelamiz. Hozir bugun shu yuz bergan ish ichida
Antony Blinken Devlet İşler Katibi Amerika Qo'shma Shtatlari Beyjan'ı ziyaret kıldı. Ötken yıl 2023 yıl 6. ayının 18. günü Amerika Qo'shma Shtatlari Devlet Mahkemesi Devlet İşler Katibi Antony Blinken Beyjan'ı ziyaret kılgan edi. Onun kendi Maliye Ministeri Yellen Beyjan'ı ziyaret kılgan edi. Endi hazır bir yılga yakın değil. Şu vaqt içinde Amerika'nın bu işe yukarı derecelik əməldarı yani Beyjan'ı ziyaret kılgan buldu. Men müşiyede pekatla oğul baladak sözlügen, nutuk sözlügen Amerika Qo'shma Shtatlari muavin devlet işler katibi Kurt Campbell'ning o'tgan yili 4 ayning 1 kuni so'zlagan so'zini dal bugun 1 yilligini xotirlab deylik. Men tunigun 4 ayning 1 kun 1 yil to'lgan kun men qatlanchilik so'zlamay qoldim. Vatandosh bugun mayadi boshqa bir uyda men 1 yilligini xotirlash bilan birga shuni aytamanki biz Jungo Amerika aloqa munosabatlarini saqlab qolaylik. Taqobil turg'ili bo'lmaydigan keskin vaziyatga birlikda taqobil turaylik. Qiziq liniya o'rnataylik. Qiziq liniya o'rnataylik. Bu Amerika Qo'shma Shtatlari ayni chog'da Yevropaga, ya'ni sobiq Sovetlarga qo'llangan siyosat 1 yil to'ldi. Dal 1 yil to'lgan kunda bugun yana Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkemasi Devlet İşler Katibi Antony Blinken, Maliye Ministeri Yellen hanım bir iş gapsida Beyjan'ı ziyaret kıldı. Onundan burun iki devlet rehberi telefonda aloqalashdi, sözleşti. Mazmunu yuqorqi sizlarga so'zlagandek vatandosh. 5 ayning 20 kuni Tayvanda vazifa topshirib elish murosimi bo'ldi. Anda yana bir xabar. Şundak aytayki 5 ay içinde Türkiye Cumhuriyeti'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Washington'u ziyaret kıldı. Yani şundak değil ki onun 4 ayının 10. günü Amerika Qo'shma Shtatlarining talebi taklifiga binoan Yaponiya veziri Fumio Kishida Washington'da ziyaret kıldı, söhbetleşdi. Dastlabki xabar mushundaq ikki davlat rahbari tariqasida kelgan edi. Endi tunigun kechdagi xabarda Filipinning prezidenti Marcosmo bu suhbatga qatnashdi degan xabar keldi. Agar men xato ko'rib qolmagan bo'lsam. Endi bu yerda qarab turing ha. Men tunigun dedim 7 ayda NATO Washington'da yig'in ochdi dedik. Washington'da NATO ochadigan yig'inga Yaponiya vaziri Fumio Kishida taklif qilindi. Koreya prezidenti Yool taklif qilindi 7 ay. 7 ay bilan 4 ay aralıqda 3 ay badayli. Şu 3 ay içinde diplomatiya, sorun diplomatiya meydanında şundak ciddilik yüz berdi ma. Mesela alaylı 4 ayının 10. günü Yaponiya veziri Fumio Kishida Washington'da söhbette bulundu. Yani bunu koyup duraylı 7 ayda NATO yığın açıldı. Elbette bu yığınga NATO'nun azası Türkiye Cumhuriyeti'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan kelip qatnışıdı, muqarrar qatnışıdı. Onundan avval Türkiye prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 ayga Washington'u ziyaret qilishi nemeden derek beridigandı, hürmetlik vatandaş.